Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia ishqibozlari. Mana bu Pavlonia ko'chatlarimizni qordan keyingi holatini ko'rsatib o'tmoqchi edik. Ya'ni mana shu Pavlonia ko'chatlarimiz shu qordan keyingi ahvoli mana shu. Ya'ni buni sovuq urmagan albatta. Mana shu barglarni mana shu qordan keyin tashlaydi. O'ylaymizki mana shu qordan keyin ya'ni Pavlonia daraxtlari tamoman hamma daraxtlar uyquga ketadi. Ya'ni Pavlonia ekish mavsumi boshlanadi. Ya'ni Pavlonia ko'chatlari boshqa ko'chatlarga, boshqa daraxtlarga nisbatan qaraganda ya'ni hammasini uyquga ketgandan keyin hamma ko'chatlarni, ya'ni не только Pavlonia, hamma ko'chatlarni mana shu uyquga ketgandan keyin yerga o'tkazsa, rezultati juda ham yaxshi bo'ladi. Shu Pavlonia ko'chatlarni barglarini olib tashlasa ham bo'ladi. O'sha qordan keyin o'zi avtomatik tushishi kerak. Ko'pi ham yerga tushib qolgan. Bundan tashqari sizlarga yana yangi plantatsiya joyimizni ko'rsatmoqchi edik. Ya'ni mana shu joyga yangi plantatsiya qilmoqdamiz. Chuqurlar olingan. Har xil asosan 2 ga 2 sxemada 60 ga 60 chuqurlar tayyorlangan. Ya'ni mana shu qor o'tgandan keyin kamroq isigandan keyin Pavlonia ko'chatlarimizni mana shu joylarga o'tkazamiz. Videomizni ya'ni kanalimizni kuzatishda davom eting va albatta mana shu ko'chatlarimizni o'sha yerga o'tkazayotganimizda, ya'ni qanday ekish tartibini video davomida ya'ni qo'yib boramiz.